Assalomu alaykum, xush kelibsiz aziz do'stlar. Bugun siz eshitganingizga ishonmaydigan, ko'rganingizda esa ko'zingizga ishonmaydigan bir avtomobil haqida gaplashamiz. Ha, afsona qaytdi. Ko'chalar qiroli bo'lgan, yillar davomida millionlab odamlarning birinchi mashinasi bo'lib xizmat qilgan Daewoo Matiz 2026 yilda mutlaqo yangi ko'rinish, yangi texnologiya va kutilmagan imkoniyatlar bilan yana sahnaga chiqdi. Eng qizigi shundaki, bu kichkina avtomobil butun avtosanoatni yana bir bor aylantirib qo'ydi. 2026 yilgi Daewoo Matiz tashqi ko'rinishidan boshlasak, dizaynerlar juda aqlli yo'l tutganini ko'ramiz. Bu endi eski Matiz emas, lekin o'sha yoqimli, samimiy ruh saqlanib qolgan. Old qismi yumaloq, ammo zamonaviy LED chiroqlar bilan jihozlangan. Kunduzgi yoritish chiroqlari mashinaga qimmat avtomobillarga xos ko'rinish beradi. Old panjara kichkina bo'lsa-da, agressiv emas, balki dostona dizaynda ishlangan. Yon tomondan qaraganda, ixcham o'lchamlar darhol seziladi, lekin aerodinamik chiziqlar yoqilg'i tejamkorligiga xizmat qiladi. Orqa qismida esa zamonaviy stop chiroqlar va soddalik ustun. Salon ichiga o'tsak, eng katta syurpriz aynan shu yerda. Chunki ko'pchilik Matizni juda oddiy ichki makon bilan eslaydi. Ammo 2026 yilgi model bu stereotipni butunlay buzadi. Old panel minimalist, lekin juda zamonaviy. Markazda sensorli ekran joylashgan bo'lib, u multimedia, navigatsiya, telefon ulash va avtomobil sozlamalarni boshqaradi. Rul ko'p funksiyali, unda musiqa, qo'ng'iroqlar va menyularni boshqarish tugmalari bor. O'rindiqlar mato va sun'iy charm aralashmasidan tayyorlangan, uzoq yo'llarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Joy masalasiga kelganda, bu kichkina avtomobil kutilganidan ancha keng. Old o'rindiqlarda baland bo'yli haydovchilar ham bemalol o'tirishi mumkin. Orqa o'rindiqlar shaharda yurish uchun yetarli, bolali oilalar uchun esa juda qulay variant. Yukxona hajmi ham kundalik ehtiyojlar uchun mos, bozorlik, sumkalar yoki kichik yuklarni bemalol joylashtirish mumkin. Endi eng muhim qism, texnik xususiyatlarga to'xtalaylik. 2026 yilgi Daewoo Matiz bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif qilinmoqda. Eng asosiy variant bu 1,6 litrli benzin dvigatel bo'lib, u yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Shaharda 100 kilometrga juda kam yoqilg'i sarflaydi. Bu esa bugungi narxlar fonida katta ustunlik. Bundan tashqari, ayrim bozorlarda gibrid versiya ham taklif qilinishi kutilmoqda. Gibrid Matiz qisqa masofalarda deyarli faqat elektrda harakatlana oladi. Bu esa shovqinsiz va ekologik toza haydovni ta'minlaydi. Uzatmalar qutisi sifatida mexanik va avtomat variantlar mavjud. Avtomat uzatma ayniqsa yangi haydovchilar va shaharda ko'p tirbandlikda yuradiganlar uchun juda qulay. Rul boshqaruvi yengil, burilish radiusi kichik, shuning uchun tor ko'chalarda va parkovkalarda bu mashina o'zini juda yaxshi his qiladi. Xavfsizlik masalasida ham Matiz endi ortda qolmaydi. 2026 yilgi modelda old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS, EPT, barqarorlikni nazorat qilish tizimi mavjud. Orqa kamera va parkovka sensorlari haydovchiga katta yordam beradi. Ba'zi versiyalarda hatto kor nuqtani ogohlantirish tizimi ham bor. Bu esa kichkina mashina uchun juda katta plus. Texnologiyalar haqida gapirganda, smartfon bilan to'liq integratsiya qilish imkoniyati mavjud. Telefoningizni ulaysiz va musiqa, xaritalar, qo'ng'iroqlarni ekrandan boshqarasiz. Ovozni izolyatsiya qilish ham yaxshilangan. Shuning uchun harakat paytida tashqi shovqin kamroq eshitiladi. Eng qiziq savol, nega bu mashina avtosanoatni larzaga keltirdi? Sababi juda oddiy. Bugungi kunda ko'pchilik avtomobillar juda qimmatlashib ketdi. Katta dvigatel, murakkab tizimlar, ortiqcha hashamat narxni oshirib yubordi. Daewoo Matiz esa boshqa yo'lni tanladi. U oddiylik, tejamkorlik va ishonchlilikni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirdi. Natijada keng omma uchun qulay, arzon va foydali avtomobil paydo bo'ldi. Bu mashina talabalar, yosh oilalar, shahar ichida ko'p yuradiganlar va birinchi avtomobilini olmoqchi bo'lganlar uchun ideal tanlov bo'lishi mumkin. U katta bo'lishga urinmaydi, lekin o'z vazifasini juda yaxshi bajaradi. Aynan shu yondashuv bugungi bozorda juda kam uchraydi. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Daewoo Matiz bu shunchaki qaytish emas, bu yangi davrning boshlanishi. Kichkina o'lcham, katta imkoniyatlar va aqlli yechimlar uni yana mashhur qilishiga shubha yo'q. Agar siz avtomobil faqat hashamat emas, balki qulay vosita bo'lishi kerak deb hisoblasangiz, bu model albatta e'tiboringizga loyiq.
Agar video sizga yoqqan bo'lsa, foydali deb bilsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli avtomobil sharhlari kutmoqda. Rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.